Ana bunday qilaman. Ana Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Brawl Stars o'yinida mazza qilib dam olamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz unda boshladik. Bugungi zonamiz solo showdown o'yinimiz. Chunki hozir biz ko'proq kubga yig'ishimiz kerak, gitga prime bo'lishimiz kerak. Qani ketdi. O'tgan bismillahirrohmanirrohim. Do'stlar, har bir ishni bismillahdan boshlash shunda foydali bo'ladi. Iltimos do'stlar, kanalga obuna bo'ling. Qani? Xo'sh, qani boshladik. Ko'rinmas bo'laman. Qani ketdi. Bolalarga maslahatim, sherigilar bo'lsa, mazaq sherigilar bilan o'ynaydi. Men sherigim yo'q. Shuning uchun mashinaga bosib yuribman. O'tib bo'lsa uzilming bor. Xo'sh, qani? Max. Yo'q, mayli. Mana turibdan boray. Ko'pga kerak edi, tavakkal emas. Mana ikkalasining bittasini qoqishim kerak. Big'illatmasam qo'ymayman men bularni. Ana ketdik. Xo'sh. Mana shu chekker bo'ladi-da shular. Ovozi eshitib turadi. Qiziqasizlar. Bu ikkilasi do'st, dushmanmi? Bir-biriga qochib bugun. Qani ket. Ana. Ko'proq tepandagi bankalardan ko'proq yig'ilashga maslahatim. Kattagina foyda beradi. Xo'sh. Bo'ldi. Bitta o'ldirdik va yutdik. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Biz davom etamiz. Xo'sh. Hozir yana boshqa zona ko'proq kubga yig'ish uchun mifik chiqdi. Biz chiqish mumkin. Qani ketdik, bismillah. Mana Jessiga passivka. Vallahi bugun Jessiga skin oldim. Mifitski. Mana. Pakdan chiqib qoldi. Kerak emas deb bo'ldi. Xo'sh, endi kelinglar. Biz unda birgalikda Brawl Ball o'ynaymiz. Chunki bunda tezroq o'ynaladi, dedik, ko'p yig'sak bo'ladi. Ko'pkalik questimiz ham bor. O'shani bajarib qo'yamiz bir yo'la. Ikkita beradi, pakdan ochamiz, bosamiz. Ham ketdik. O'qdi olmadim liga. 2 yoki 1 soatlik mazaq o'ynaymiz-da. Vaqtinchalik bu ham. Qani. Olmadı. Bu ekan. Urdi endi. Yaxshi. Ana ketdi. Yurishim kerak. Sherigimda yana qo'ydim. Xo'sh, Edgar ketdi. Bulgan qo'shib, sherik. Urdi. Yaxshi. Xo'sh, do'stlar, mazaq bilayotganimizda mazaq qildik. Qani ketdik. Играть снова. Play again. Vay, şeklen bakın. Çok üçün abone olduğumdan ki mikrofon olamayı iltimos. Ko'proq qo'llab-quvvatlab obunalarni bosinglar. Xo'sh, obunalarni bosing. Mana ketdi bosdim yana. Ishqilib tez bo'lsin demak, siz uni ko'p sheriklarim bossin. Agar vaqt qolsa Roblox ham o'ynaymiz. Xo'sh, bug'latdim. Voy, o'ldirib qo'ydi amayli. Melody ursa uradi. Qani ko'ramiz. Yaxshi. Mek hech narsa qilmayapti. Mana bu Melody ursa. Davay Melody. Yo'q o'tolaman. Voy, meni ham o'ldiradi. Beldiga qo'shib. Xo'sh, qani ketdi. Trolldan.
Ben endi qattiq o'ynamsam bo'ladi. Bu urdigan o'zini endi. Urmabdi. Ket, gadget. Do'stlar, bu gadget juda foydali. Dushmanlarga ko'rinmaysizlar. Yutdik ana. Vaqt eng zo'ri menikaman. Kommentariyga yozinglar, qani boshqacha o'yinlarni o'ynab ko'raman. O'tgan safar tomog'im og'ridi, shunga yaxshi gapirmayapman. Yig'ilsang yig'ilay, tezlash. Qizil jo'sh tusiga ekan-ku, mayli. Kirmadi birontasi. Do'stlarga sizlar ham play againni bosib o'yin kirmaydimi bilmoqchi bo'lsanglar, ko'p turadi, o'shandan bilishinglar mumkin. So'tdan ko'p bo'lishi ham mumkin video. Aniq bilmadim. Yaxshi. Erbol futbol urdi. Gapiradi. Men bombachalarni otib yuraman endi. Nomlarga maza qildiray. Ketgan tushdim. Uradi-yu, urdi. Shu ish. Shelly eng kuchli hisobda mayli, ketdi. Play again. Bugun prime qilaman. 100%. Qilib keyin Roblox o'ynayman. Ozgina qochishlar bo'lsa meni kechiringlar. Keyingi videomda bo'lmasa harakat qilaman. To'liq quvvatlab tursanglar yaxshiroq bo'ladi. Kechiringlar do'stlar. Bu Frank hozir o'ldirmasa men umuman turolmayman. Yasholmayman. Frank ketdi. Frank ham ketdi. Maza, hammasini bog'lab o'tiribman. Yuring. Yursam bo'ldi ekan, uni o'ldiraman. Shergim Dadajon degan bor ekan o'zbek. Urdi. Yomon bog'latib o'tirdim. Yaxshi, Austrider, yaxshi. Ko'p berib yubordi. Yor hozir imkonim bo'lsa bir marta o'ynayman-da, keyin pak ochaman. Xo'sh, qani ketdi. Yig'ilinglar. Yuzilib ketdi odam. Sheriklar ham kirdi endi. Kirdi. Uxti, o'rinda sirib ekan. Uxti. Do'stlar, agar Bibini yashirin nima qilishni bilmayapsizlarmi? Yaqiniga borib hayot turolmaydi. Oldidan o'tib ketsanglar. Bo'ldi. Sizlarga layf shu. Iplosi qaytardi. O'yin nomi Brawl Stars. Qani bombachalarni tashlaymiz. Hozir men bundan ko'rimiz qoldi, o'ldirib tashlayman. Urdi, yaxshi. Do'stlar bilan o'ynasangiz maroqli o'yin o'tadi.
Voh, qotib qoldi, uzr do'stlar. O'lib qoldim. Men qotirmaslikka harakat qilaman. Bo'ldi, o'ldirdik. Qani, vorin. İçeri kirib oldi. Bunda kit bo'lgandan keyin miyovlaydi. Shu bitta prikol bor-da. Mana kit deb aytishdi nomi legendar. Nimaga katta emasda kitga o'xshaydigan. Juda qotyapti, uzr. Bo'ldi, ishlab ketdi. Mana. Ovozim uchun uzr. Qotib kelayotgan bo'lsa meni kechiringlar. Hozir o'yin oxirgisi bu. Keyin pak ochamiz. Qani ko'ramiz, omadimiz keladimi, yo'qmi? 3-qism uchun like va Brawl Stars 3-qism uchun like va obuna bo'lib qo'yinglar. Ko'p Brawl Stars videolarni chiqaramiz. Menga motivatsiya ham bo'ladi bular. Edgarni keng sar prime qilishga harakat qilaman. Do'stlar, juda qotyapti. Bo'ldi, ozgina qotmay qoldi. O'ldirdik. Yetkili do'stlar. Qani, qotib qopti. Uydi. Bu do'stlar kamlik qilaman men. Yo'q uydi.